Assalomu alaykum. Hurmatli traktor ishqibozlari. Navbatdagi T28 traktorimiz sotiladi. Peldoklar yaxshi qilingan. Kalpakchili taqilgan, unaqa balonlari zo'r. Yangi enchilar qo'yilgan. Operatorlar qilingan. Rul gidravlika qilingan. Ham gidravlika ham akkumulyatorlari. Zadniy moz korobkalari ochilmagan, cho'tki turibdi. Balon bir 40-50% bor. Glavniy butun yirtiqlari o'tmagan, ishlangan. O'tim bor. Dokumentlarning nomerlari bilan. Bunaqa satrlar qo'yilgan. Qiziqadiganlar bo'lsa, kelib haydab ko'rsa bo'ladi. Toshkent viloyati Ohangaron tumanida turibdi texnikamiz. Zadniy moslari yaxshi buni. Narxiga keladigan bo'lsak 20 million deyapmiz. Qolganini kelishaveramiz.